Assalomu alaykum qadrli biologiya fani muxlislari. Sizlar uchun hozir 10 sinf darsligi 180-betdagi 3-masalani yangicha o'qituvchi uslubida ishlanishini ko'rib chiqamiz. Xitoyliklarda ko'zlarining kichik bo'lishi katta bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. Aholisi 60 ming kishidan iborat qishloqda geterozigotalar 22,62% ni tashkil qilsa, ko'zi kichik odamlarning umumiy soni nechta? Masala sharti katta A allelining chastotasi kichik A allelining chastotasidan kam deb hisoblansin. Yechish shu quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu formula asosida kichik A allelining chastotasi hamda katta A allelining chastotasi topiladi. Va masala so'ngida kichik ko'zli odamlar soni 14.586 kishidan iborat ekanligi aniqlanadi. Bunday masalalarni yechish usullari Google'da innovatsion-qo'llanma.blogspot.com saytida berilgan 26 aprel 2025 yil.